Zamanning zamonasida ismi o'zgarib ketgan bir yurtda bir odam bo'lib, uning ismi G'iyoskan. Uning ayoli o'lib ketib, bir jup qo'shkezak qizi bilan qoldi. Qizlarning birisining ismi Fatima, yana birisining ismi Zaynura ekan. G'iyosning ayoli o'lib ketgandan keyin qayta uylanishni xiyoliga keltirmay, bir jup qizini tarbiyalab cho'ng qilishni o'zining umrlik burchi qildi. Bu arzuga yetish uchun jafo tassimi o'kinmabdi. Eg'ir besimlarga yukinmabdi. Shunda qilib qizlarni cho'ng qildi. Lekin ikki qizning mijozi ikki xil bo'lib, Fatima ishchan, qanoatchan, ko'yimchankan. Zaynura bo'lsa o'rin va hakavirkan. Kunlardan bir kuni G'iyos o'rin tutib yetib qopdi. U ikki qizining taqdirini o'ylab beshi qetibdi. Axir ko'zining tirikida uy mulklarini bo'lib qo'yishni o'ylab, Fatima bilan Zaynurani chaqirib, o'z xiyolini ularga aytibdi. Zaynura: "Men uy va uy bisotlarini olaman", debdi. G'iyos bu gapni anglab nihoyat azoblanib: "Qizim, ikkisi bo'lsa, birisi sening, birisi Fatimaning bo'lsin", debdi. Zaynura zodi ko'nmabdi. Fatima: "Singlim o'zi deganlarini olsin dada. Agar sen rozi bo'lsang, men qo'noqdan bir put, to'risqa qisiqliq bir siqim jussay urqi, 109 tal tavuz urqini olsam bo'ldi", debdi. G'iyos ularga dövat qalam akeldirib, vasiyatni yezib bo'lib, u olamga safar qildi. Ikki qiz yig'labdi, qaqshapdi. Otasini yerlikka qo'yib 7 kun o'tgandan keyin Zaynura Fatimani uydan haydab chiqiribdi. Fatima amalsiz o'ziga taalluq qo'noq, tavuz, jussay urug'larini ochiqib, nihoyat yiroq daryo bo'yidagi bo'zga yetib beribdi. Fatima garchi bu yerda odam bo'lmag'ini bilan terilg'u qilishga aplik joy ekanligini pamlabdi-da, mushu o'rinda makonlashishni o'ylabdi. Bu yerda turli hayvonlar ko'p bo'lib, yirtqichlardan kechisi o't qalash bilan qo'g'dinibdi. Yavu olma, nashpitlarni yig'ib bir tarafdan yesa, yana bir tarafdan uni cho'ng bir tuzlanlikning u yer bu yeriga ko'mib qo'yibdi. Ko'milgan olma, nashpitning purqini olgan yavu cho'shqalar kelib, olma nashpitlarni izlab, tuzlanlikning hamma yerini o'ngtay, to'ngtay qilib qezib etibdi. Shunda qilib to'pi yumshapdi. Fatima qezib etilgan yerning ko'p qismiga qo'noq, oz qismiga tavuz va jussay deribdi. Ziroatlar unib chiqqandan keyin Fatima kechisi butun atrofga gulxon yiqib, ziyondoshlardan saqlabdi. Bu yerda yavu o'shkilar ko'pkan. Fatima ularni aplab-saplab ko'ndirib olibdi. Shuning bilan ularni seg'ib, sutini ichib kun o'tkazibdi. Tavuzlar pishib, qo'noq bosh elib, jussay ko'rpi bo'lganda bir shaharning shahzodasi o'g'i chiqib yo'ldan adishib bu yerga kelib qopdi. U o'z yerida ko'rib baxmagan bu mo'jizlarni ko'rib hayron bo'pti. Usab ketgan shahzodaning tantak hamrohlari nima bo'lsa bo'lsin, yo o'lim, yo ko'rim deb bir tavuzni cheqib yemoqchi bo'lgan ekan, tavuzdan ishlagan tishlaydi, egimizdan so'rab yesanglar, dardinglarga davo biz, ranjinglarga shifo biz. Adabsizlik qilsanglar, qon chiqarmay bo'g'izlab, to'ydirmasdan yungdab, jininglarni elib, yondi qo'ydigan bevafo biz degan sado kepti. Shahzoda: "Bas, to'xtanglar", debdi. Shahzodaning maslahati bilan ular tavuzning egisini tepish uchun atrofni izlabdi. Bir chaqda ular bir olichuqqa kepti. Shahzoda otdan tushib: "Guldan ko'nglak kiyibdi, zap yarashgan olichuq, salom elik olskan, qo'li oltin qaranchuq", debdi. Fatima shahzodaning salomini anglab: "Sangamo salom yigit, olichuqqa marhamat, haq olmayman taomga, kerigi faqat rahmat", debdi. Shahzoda va uning hamrohlari olichuqqa kirib, to'rdan o'rin oldi. Aman esanlik so'rashib bo'lgandan keyin Fatima taloga chiqibdi-da, ikki tal tavuzni qo'ltiqlig'iga kirib: "Tavuz tilay sizlarga avval taom debdikan, burunisida ulug'lar ishtay bilan yebdikan", debdi. Va tavuz tilib mehmonlarni yeyishga taklif qildi. Mehmonlar har qancha usab kessimi yeyishga jur'at qilolmabdi. Shahzoda:
Heli tavuz deganti ishlagan tishlaydi deb, boshlab bersa egisi, hozir alsaq bizmi yeb, debdi. Fatima ularning tavuz ko'rib baxmaganligini pamlabdi da, oldi bilan o'zi eg'iz tegibdi. Shahzoda va uning hamrohlari ussab o'lay deb qolg'ashqa, uruq va shapiqini qo'shib yegili turibdi. Buni ko'rgan Fatima, mal so'ygan go'shini yer, teri yeganni ko'midim, go'shini yeb to'xtagan so'ngak yeganni ko'midim, deb qaqaqlab kulib ketibdi. Shahzoda o'zlarining bu yangi yemeklikni yeb qamlashtirolmayotganligini nihoyat ittik sezibdi da, "Shopiqini yemaytoq, tatliqligi yegizdi, tashnolikni qondirib, yana bomu degizdi", debdi. Fatima yana tavus akirib ularga tilib beribdi. Ular qong'uchi yeb usuzlikni qondiribdi. Mehmonlar harduqini chiqirib bo'lgandan keyin nurg'un rahmatlar aytib yurtga qarab yo'l oldi. Shahzoda otga minib yo'lga chiqqandan keyin takror orqasiga qarabdi. Hamrohlari shahzodaning qizga moyil bo'lib qolganligini sezibdi. Ular yurtiga yetib berishi bilan shahzoda samandek sarg'ayib ketibdi. Tevib taklif qilib davolasimi shifo topmabdi. Padişah o'g'lining holidan ansirab, hamrohlaridan ko'rgan bilganlarini surishtiribdi. Shahzodaning hamrohlari u ustida ko'rganlarini padishahga yepidan yengnisig'icha bayon qildi. Buni anglagan padishah texmi qiziqibdi. Padishah o'ng qo'l vazirini o'rnida qoldirib, so'l qo'l vazirini va boshqa xizmatchi muhofizachilarni elib, heliqi qizni ziyorat qilishga jabdunibdi. Shahzoda tetiklashib o'rnidan turib, otasi bilan billa berishni iltimos qildi. Padishah ma'qul ko'ribdi. Ola 3 kun yo'l mengib, qiz bar yurtga yetib beribdi. Padishah atrofdagi yeshillik va o'xshab ketgan qo'noq tavuzlarni ko'rib, hayajonini bosolmay qopdi va alichuqning oldiga berib, "Shoh debdiman o'zimni, bir tub daraxt tikmaymi? Shohning shohi bundikan, xalq meni shoh degaymi? Shoh qizim salom sana, qo'lim ko'ksimda mana, huzuringga kiraymi? Javobingni ber manga", debdi. Buni anglagan qiz muloyim ovozda, "Salom ey shoh otimiz, salomatmi tanlari, baxtlikmi qeriyosh, tinish amonmi ellari. Huzurimga sizlarni qizg'in taklif qilaman, shoh otam rozi bo'lsa, shuncha xursand bo'laman", degan javobni berib, padishahga egilib salom berib, uyiga taklif qildi. Mehmonlar uyga kirib o'rin elib bo'lgandan keyin qiz ularga tavus tilib akapdi. Padishah va hamrohlari bu yangi mevani yeb hayron bo'pti. Fatima kaynidan sut, kuji keltiribdi. Mehmonlar buni ichib texmi hozirlanibdi. Padishah o qilib go'sht yeyishni bilgan bilan sutdan foydalanishni bilmaganiga, oshliqni yiroq joylardan oltinga tegishib akelgani bilan terib ko'paytishni bilmaganiga afsuslanibdi. Tamoqdan keyin padishah putukchiga bugundan boshlab padishahlikni Fatimaga o'tkazib beradiganligi haqida jakarnama yozishni buyuribdi. Buni anglagan Fatima nurg'un tuzut va hurmat bilan rad qildi. Padishah oxir qizni o'ziga maslahatchi bo'lishga undabdi. Fatima amalsiz ma'qul bo'pti. U padishahga maslahat berib, bo'z yer etishni texmo kengaytibdi. Aradan 3 yil o'tibdi. Shahzoda Fatimaga oshiq bo'lib, kunlardan bir kuni uningga o'z muhabbatini izhor qildi. Lekin Fatima mundaq shart qo'yib, "Mening Zaynura ismli bir singlim bor, shuni tepib akeldirsangiz, andin to'y qilay", debdi. Shahzoda Zaynurani izlab safarga otlanibdi. G'iyosdan qolgan uyga borsa, Zaynura yo'q ekan. Qo'lim qo'shnilardan surishti qilsa, Zaynura otasidan qolgan mol-mulklarni buzib chechib, tugitib, uylarni setib, to'zitib, qarzga bo'g'ilib, qul bozorida setilib, boshqa yurtga ketgan ekan. Shahzoda yurt izlab surishtirib, oxir uni bir qul bozoridan tepibdi. Uning maydasiga bahosi esiqliq bo'lib, boshqa qullardan xeyli arzon ekan. Shahzoda oxir uni setib elib, usti beshini yangushlab, yo'lda yaxshi kutib, Fatimaning yeniga qaytirib kelibdi. Fatima bilan Zaynura quchoqlashib, yig'izor qilishibdi. Zaynura Fatimaning huzuriga kelgandan keyin hafta o'tmay hasad qilishga boshlabdi.
lekin chandırmaptı. Vədi boyunca Şahzadə bilən Fatimənin toy tayarlığı başlanıptı. Ət toy degan axşimi tuyuqsız Fatimə behuş bo'lib yiqilibdi. Padişah öz saqalını yolub həsrət çekibdi. Şahzadə özünü kaçatlab səldək yaş tökübdi. Əl-yurt qaygığa çökübdi. Dəl şu çağda koradaki xam sütdin "Bu güzəlge mən dava, zəhər bərdi bevapa, körüb turdum həmmini, Zeynurə degan besapa" degan ovoz chiqibdi. Bulungdagi qo'noq "Xam süt yolg'on so'zlamas, rostligiga men guvoh" debdi. Tavuz va sevatdagi jussay "So'zi to'g'ri, biz guvoh, singil soldi ko'p japa, qechib ketmasin hargiz, Zeynurə degan bevapa" debdi. Şahzadə dərhal xam sütni Fatimənin ağzıga temitqan ekan, Fatimə ko'zini echib esiga kelibdi. Fatimə sual nazari bilan Şahzadəga qaragan ekan, Şahzadədən burun süt, qo'noq, jussaylar boyiqi so'zlarni takrorlabdi. G'azablangan xalq Zeynurəni tutib chechini yulibdi. Fatimə xalqqa hay berib, ularni to'xtatibdi. Xalq ommasi uningga o'lim jazosi berishni talab qildi. Fatimə "Bo'lmaydi, buningga o'zini oqlash uchun umrlik bir vazifa berayli. Shahrimizning sharqida bir egi chaqsiz bovay, g'arbida bir egi chaqsiz mo'may bo'lib, ular holidan ketib, o'rin tutib yetib qolgan. Zeynurə ularning osh oziqini tayyorlab, ularga kech kunduz hamroh bo'lsin" debdi. Zeynurə gunohini yuyish uchun ashu bovay mo'mayga qarashga belgilanibdi. Padişah Fatimənin salomatligi asliga kelgandan keyin 30 kun o'yin tomosha, 40 kun to'y to'kin qilib, Shahzoda bilan to'yni qilib qo'yibdi. Yaxshilikqa yaxshilik har kimning ishi, yomonlikqa yaxshilik aqlning ishi degan so'z ana shuningdan qolgan ekan.